Mikrosement mahsulotimizni mana bitgan holati. Mana qanaqa effekt beradi. Mayda-mayda zarlari ham bor ichida. Naturalniy mikrosement mahsulotimizni effektiga baho beringlar. Aka, qanaqa ekan? Yoqdimi mahsulot? Go'zal aka. Dubaydagi eng luxury apartamentlarda bu narsadan foydalanganmiz. Lekin shu paytgacha bilmagan edim. O'zbekistonda ham mikrosement borligini. Lumix firmasini mahsulotini ko'ryapman. Ko'rinishi ham, patronishi ham chiroyli aka. Yoqdimi aka? Juda go'zal aka. Buni oddiy shpaklyovka deb o'ylayotganlarga aytishim mumkin. Men buni sanuzelga ishlatganman. Ya'ni постоянно nam bo'ladigan joyga ishlatib ko'rganman. Xudo xolasa vaqt sinovidan o'tgan narsa. O'zbekistonda borligidan xursandman. Siz Dubayda xuddi shu mahsulotni ishlatgansiz, a? Ha, xuddi shu mahsulotni ishlatganman. Aynan sanuzelga ishlatganman. Aka, endi bu mahsulotimizni ham ishlatib ko'rasiz endi O'zbekistonda. Xudo xolasa ishlatib ko'rib natijasini ko'rsatamiz inshaalloh. E'tiboringiz uchun rahmat.